Assalomu alaykum hammaga. Men muhtaram mana shu hokimimizga murojaatim Shovot tuman hokimi. Shovot tuman hokimi, iltimos sizdan agar bugun kechga qoldirmay mana shu nasozni yoqib bering. Iltimos sizdan agar. Mana hech kim bu yerda ishlab turgani yo'q. To'g'risi 6 kunga suv bergan ekasizlar, Shovot yoqqa 3 kundan beri mana shuncha ulug' nasos ishlamay turibdi. Nechta ahliga olib boradi masalan. Nasosni ko'rganingizdan ham bilgan bo'lishingiz mumkin. Bu Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston kolxozini hamda Chog'tay mahallasini operator suv nasos. Necha kundan beri aholi qurib yotibdi. Iltimos yana 2 kun yana shuna turib chiqala birsangizlar, bilmadim, yana xalq quriydi. Yoki noloqlarni kechinglar buni. Aholi yerlarini. To'g'risida xalq ham qiynalib ketdi-ku. Nima kerak buni to'ldirib qo'yib turib nasosni ishlatmay, yo bo'lmasa hop. Nishating, vijdonan axir. Qaranglar, bir iltimos sizlardan agar qaranglar buni. Qaranglar, Shovot to'lib oqib turibdi mana. Shovot yop to'lib oqib turibdi. Ulug' nasos bo'lmasa, birlik nasos. Qaranglar, bir emas, 2 nasos. Hech bo'lmasa birsini qo'shib qo'ysam bo'ladi qo'shni nasos. Bugun bozor kuni bo'lganga ishlamaysizlarmi yo bilinmay. Yana 3 kundan keyin suv tamom bo'ladi yana. Oddiy xalq yana qurib qolaverami? O'lga saparam shuni aytdingizlar. Qachongacha bu hokim buva bir o'ynalsangiz, iltimos, ina Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston kolxozini operator suv yo'li hamda Chog'tay mahallasidan o'tib ketadi. Bu yoqda Vengan buva. Mana bu yoqda Vengan buva. Bu yoqda Bo'loq o'la bor. O bilmasangizlar adresda men tushuntirib aytib turibman sizlarga. Iltimos sizlardan agar bu suv yo'lini bir halat bersangizlar axir. Yana 3 kun qoldi, 3 kun. Yana iltashsizlar bu yotdi. 3 kun axir. Oddiy xalq qiynalib ketdi-ku. Yo bo'lmasa yo aytdim. Nolog'ini kech beringlar. Xorazm viloyati Shovot tumani hammasini nolog'ini kechinglar, bunda turib qiynayvergancha. Nuga kerak? Erta bahordan boshladingizlar, tamar qiyinglar, bo'lmasa shtraf, bo'lmasa balo puldan qirqamiz. Pul aytamiz. Qana axir. Qirqinglar esa buni, ummatoma 40 tashanglar buni. Ya spesialni aytib turibsizlar bilinmay. Kelasizlar, ketasizlar bu yerda. Qana, yop yoqdinglar masalan. Keltirib shuni uzatsa bo'ladi-ku masalan. Nima kamiz? Oddiy xalq agar 1000 so'mdan bo'lsa minglab beramiz shuni. Yoqib beringlar buni, yoqib beringlar. 1000 so'mdan bo'lsa minglab beramiz biza. Yoqib beringlar. Oddiy xalqlar qurib bordi-ku. Shuncha pul chiqaribmiz biz rasxod. Odamlar, iltimoslardan yuqorida o'tirganlar, tashkilotda prezidentimiz, iltimos sizdan agar. Mana shu nasosni yoqib beringlar. Mana shu. Ko'rtirsiz mana. Ishlamayapti, to'lib turibdi, lekin oddiy xalq qiynalib qo'yatir. 15 kundan beri suv bormaydi, hech yerdan bormaydi. O'zbekiston kolxozini. Hozir 3 kundan keyin yana ilib tashlaylar buni. 3 kundan keyin. Yana ham tap-taqir qolib ketamiz. Hozir buni eldindagilar Urganch bo'lsin, boshqa yer bo'lsin, nosozlarni o'chirib turib, bera suv akka turibdilar. 3 kundan keyin ular ham qo'shib beradi. Shalak qo'ydilar, nutsun deganda, shalak qo'ydilar. Qo'shib beradilar. Firmalar ular ham davlatga o'zining nalarini topshirish kerak. Iltimoslardan agar. Buni kenglar bugun kenglar iltimoslardan agar. Bugun kenglar nima bilan bo'lsam kat turib yog'inglar buni. Hech bo'lmasa 2 kun qaytib kelsam, agar 1 kun kelsam dehqonchiligimizga suv quvonamiz. Yoki bo'lmasa nolog'undan kechinglar, sizlarga shunday ozodlik berdik deb turib aytinglar buni. Men bunda teyib video chiqaravermayman. To'g'risi men ham rasxod. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.